Aziz otaxonlar va onaxonlar, hurmatli vatandoshlarim, bugun men sizlarga shunday yangilikni aytamanki, uni eshitib, ko'pchiligingizning yuragingiz o'rzikib ketadi. O'zbekiston tarixida 1 marta eshityapsizmi, rasmiy mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun minimal pensiya 3 barobar oshirilmoqda. 3 barobar. Bu raqam emas, bu inqilob, bu davlatning millionlab odamlar oldida bo'ynini egishi. O'nlab yillar davomida tizim ularni ko'rmadi, eshitmadi, hisobga olmadi. Endi esa hisob kitob vaqti keldi. Agar siz yoki yaqinlaringiz uy bekasi bo'lsa, diaqon bo'lsa, mehnat daftarchasida rasmiy yozuvi yo'q odam bo'lsa, bu rolik siz uchun. Oxirigacha ko'ring, chunki men sizga nafaqat bu farmonni kimga tegishliligini tushuntiraman. Balki siz yoki yaqinlaringiz ushbu to'lovlarni to'g'ri rasmiylashtirish uchun nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Pul yo'qotishni istamasangiz, birgalikda oxirigacha boring. Hurmatli onaxonlar, hurmatli otaxonlar, men sizga bir savol bermoqchiman. Faqat bir savol, butun umrini 30 yil, 40 yil, ba'zan 50 yil farzandlar tarbiyasiga bag'ishlagan ayol hurmatga loyiq emasmi? U erta tongdan kechgacha oshxonada, bog'da, uyda ishladi. Bolalarini kasallikda tunlari uxlamay parvarishladi. Erini kuzatib yubordi, qaytarib oldi. Nevaralarini bag'riga bosdi. Ammo pensiya hisoblash vaqti kelganda tizim nima dedi? Sizning mehnat stajingiz yo'q. Yo'q 30 yillik mehnat, yo'q 50 yillik fidokorlik, yo'q. Va shu sababdan u o'yiga nechta pul oldi? Tiyin. Shu tiyinga dori sotib oldimi? Yo'q. Kommunal to'ladi, zo'rg'a. Go'sht uni unutib yuborgan. Yoki boshqa misol, o'z yer uchastkasida umr bo'yi mehnat qilgan dehqon. Tong o'tmasdan turib, issiqda terlab, sovuqda muzlab, yer aydadi, ekin ekdi, hosil yig'di. Kolxozda emas o'z yerida. Rasmiy ijroyi yo'q. Mehnat daftarchasida yozuv yo'q, pensiya jamg'armasiga ajratmalar yo'q. Natija keksayganda arzimas ijtimoiy nafaqa shu o'dilmi. Shu insoniymi? Men yurist sifatida o'nlab yillar davomida bunday odamlarning yonida turdim. Ularning ko'zlaridagi iztirobni ko'rdim. Ularning men nima qildim noto'g'ri degan savollarini eshitdim va har safar javob bera olmaganimda yuragim og'ridi. Aziz vatandoshlarim, sizlar aybdor emas edingiz. Tizim aybdor edi va endi tizim o'zgarmoqda. Izohlarga yozing, necha yil stajingiz bor, qanday kasbda ishladingiz va birinchi pensiyangiz qancha edi. Men barchasini o'qiyman, baribir taqdir menga muhim. Hurmatli do'stlarim, men sizga bir narsani ochiq aytmoqchiman. Qonunlarni bilmaslik bu pul yo'qotishdir. Davlat har yili yangi qonunlar, farmonlar, o'zgarishlar chiqaradi. Agar siz bundan xabardor bo'lmasangiz, sizning huquqingiz yotib qoladi. Bürokratik tizim o'zi borib sizning eshigingizni qoqmaydi. Ular kutishadi, siz xabardor bo'lmaysiz deb. Bizning kanal bu sizning yuridik himoyangiz. Biz har kuni pensionerlarga tegishli yangi qonunlar, huquqlar va amaliy ko'rsatmalar berishni davom ettiramiz. O'ziroq qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va obuna bo'ling. Kanalga obuna bo'lish bu bepul, lekin bu sizni millionlab so'mlik axborotdan bebahra qoldirmaydi. Obuna bo'ling. Do'stlaringizga, yaqinlaringizga yuboring, chunki bu roliklar bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Hurmatli vatandoshlarim, biz bugungi ahvolni tushunish uchun tarixiga bir nazar solaylik. Sovet davridagi o'sha og'ir murakkab davr, ammo pensiya tizimi bir shaddan sodda edi. Kolxozchi ishladimi, hisobga olindi. O'qituvchi dars berdimi, yozildi. Zavodchi sexda terladimi, kirdi. Davlat hamma narsani nazorat qilardi va hamma narsani hisoblab borardi. Ammo bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan nima bo'ldi? Rasmiylashtirilmagan mehnat keng tarqaldi. Ko'plab odamlar yozma shartnomasiz ishladi. Uy bekasi, dehqon, yakka tartibda tikuvchi, ko'chma savdogar, bular tizim uchun ko'rinmas odamlar bo'lib qoldi. Raqamlashtirish boshlandi. Elektron tizimlar joriy etildi. Pensiya jamg'armasi yangi mezonlar orqali hisob kitob qila boshladi. Va u yerda staji yo'qlar yana ortda qoldi. Ularning ishlari arxivlarga tushmadi. Ba'zan arxivlar yondi, ba'zan yozuvlar yo'qoldi, ba'zan odamlar umuman yozilmagan edi. Natijada kambag'allik chegarasidan past nafaqa, yashash uchun emas, arang nafas olish uchun. Bu adolatsizlik yillar davomida yuridik yordam so'rab kelgan odamlar ko'zlarida ko'rdim va men ularga bir narsani va'da qilardim. Kun keladi, davlat bu xatosini to'g'rilaydi. Va mana o'sha kun keldi. Endi gapning asosiga o'taylik. Davlat nima qilmoqda va bu kimga tegishli? Birinchidan, rasmiy mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun minimal pensiya miqdori 3 barobarga oshirilmoqda. Bu qanday ma'no beradi?
Agar ilgari minimal ijtimoiy nafaqa ma'lum miqdor bo'lsa, endi u kamida 3 barobar ko'proq bo'ladi. Bu kim uchun amal qiladi? Birinchi toifa uy bekalari, ya'ni umrlarini oila parvarishiga bag'ishlagan, rasmiy ish joyi bo'lmagan, mehnat daftarchasida bo'sh qolgan ayollar, ular endi davlat tomonidan tan olinadi. Ikkinchi toifa dehqonlar va fermerlar, ayniqsa kichik yer uchastkalarida yakka ishlaganlar, rasmiy ro'yxatga olinmaganlar, ijtimoiy solih to'lamaganlar. Ularning mehnati yer hosilida, arxivda emas, ammo davlat endi bu holatni hisobga olmoqda. Uchinchi toifa mehnat daftarchasida rasmiy yozuvi yo'q har qanday fuqaro, ya'ni non rasmiy sektorda ishlaganlar, tibli ustachilar, tikuvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar. To'rtinchi toifa ijtimoiy solih to'lagan yakka tartibda ishlovchilar. Ular uchun alohida hisoblash tartibi belgilangan. Agar siz yoki yaqiningiz ushbu toifalarning biriga kirsa, siz imtiyozdan foydalana olasiz. Endi kim xavf zonasida? Ya'ni kim ushbu to'lovni ololmay qolishi mumkin? Birinchidan, hujjatlari tartibsiz tasdiqlab berilmagan odamlar. Davlat tizimi hujjatsiz ishlamaydi. Agar siz yoki yaqiningiz ariza topshirmasa, hujjat yig'masa, pul o'z-o'zidan kelmaydi. Ikkinchidan, yoshini yoki boshqa ma'lumotlarini o'z vaqtida yangilamagan fuqarolar. Uchinchidan, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobida xatoligi bor odamlar. Bularni yig'ing, bularni tuzating. Va men sizga hozir aynan shuni qanday qilishni aytib beraman. Aziz vatandoshlarim, men sizga 5 ta aniq qadam beraman. Bularni yozib oling yoki rolik keyingi gaplar uchun qaytarib ko'ring. Chunki bu sizning pulingiz. Birinchi qadam, pensiya jamg'armasi yoki INTSga boring. Yashash joyingizdagi tuman bo'limiga boring. Ariza topshirib, shaxsiy hisobingiz holatini aniqlang. Ayting, men stajsiz pensioner uchun yangi to'lovlar to'g'risida ma'lumot olmoqchiman. Ikkinchi qadam, hujjatlar yig'ing, pasportingizni oling. Mehnat daftarchangiz bo'lsa oling, bo'lmasa ham xavotir olmang. Bilvosita hujjatlar ham qabul qilinadi. Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari, diplomlar, mavalla tasdiqnomalari, nikoh guvohnomasi. Uy bekasi bo'lsangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari sizning mehnatingizning isboti hisoblanadi. Uchinchi qadam, ijtimoiy solih to'lagan yakka tartibda ishlovchilar toifasiga kirasizmi aniqlang. Agar hayotida har qanday rasmiy to'lov qilgan bo'lsangiz, bu sizga plus. Soliq inspeksiyasi yoki INPS dan so'rang. To'rtinchi qadam, arizani 2 nusxada yozing. Birinchi nusxasini topshiring, ikkinchi nusxasiga qabul qilindi degan mur va sana oling. Bu sizning himoyangiz. Agar hujjat yo'qolib ketsa, nusxangiz bor. Beshinchi qadam, MyGov.uz portalidan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa yoki farzandlaringiz yordamida onlayn ariza topshirish va hisob holatini kuzatish mumkin. Portalni foydalanishni o'rganib olish sizning vaqtingizni va kuchingizni tejaydi. Asosiy maslahat, yolg'iz bormaslikka harakat qiling. Farzandingizni, nevara yoki yaqiningizni yoningizga oling. Chunki byurokratik tizimda yordamchi hamisha kerak. Va agar sizga nimanidir rad etishsa yoki tushunib bo'lmaydigan javob berishsa, rad etish yozma shaklda oling. Og'zaki javob yuridik shartdan hech narsa emas. Aziz otaxonlar va onaxonlar, hurmatli vatandoshlarim, bugun biz juda muhim mavzu haqida gaplashdik. Rasmiy staji bo'lmagan fuqarolar uchun minimal pensiyaning 3 barobar oshirilishi bu faqat raqamlar emas, bu e'tirof. Bu davlatning siz ham mehnat qildingiz, siz ham hurmatga loyiqsiz degani. Uy bekalari, dehqonlar, non rasmiy sektorda umr o'tkazganlar, bular hamisha jamiyatning poydevori bo'lgan. Ular ko'rinmas bo'ldi, lekin uchmadi. Va endi tizim ularni ko'rmoqda. Sizning vazifangiz bu imkoniyatni o'tkazib yubormaslikdir. Hujjatlarni yig'ing, aniqlang, ariza topshiring. Yolg'iz bo'lsangiz, farzandlaringizni chaqiring, ular sizga yordam bersin. Bu ularning burchi, sizning huquqingiz. Va nihoyat izohlarda menga ayting, sizningcha zavodda 30 yil ishlagan odam bilan uy xo'jaligini 30 yil yuritgan ayolni tenglashtirish adolatlimi? Yoki tenglik mutlaqo boshqacha ko'rinishda bo'lishi kerakmi? Men sizning fikringizni juda kutaman, har bir izohni o'qiyman, har bir taqdirga ahamiyat beraman. Obuna bo'ling. Do'stlaringizga yuboring. Birgalikda huquqlarimizni bilamiz, birgalikda himoya qilamiz. Men Rustam Nuriddinov, sizning yuristingiz. Xayr, sog' bo'linglar.